Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-fevral. Haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'lyapti. Ertalab 6 da bozor boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelinglar bozorga. Mana bu narsalarning narxi bilan tanishamiz. Bu oyoqchalaringiz necha pul? 10 ming so'm ekan, donagami, pachkagami? Donaga. Donaga? Pachkaga kami bor ekan? Necha xil rangi bor buni? 8 xil rangi bor ekan mana. Shikolatlari bor ekan. Xo'sh, yashili, mana pushtisi, ko'ki bor ekan. Hozir 4 ta, uni oranjivi 5 ta. Mana serisi ham bor ekan mana. Qopda ochilmagani ham bor deyapti. Mana o'yinchog'ingiz kichkinasi necha pul edi? 20 mingligi, mana 15 mingligi. Bunisi 20 ming so'm ekan. Bunisi 15 ming so'm. Manasi 25 ming so'm ekan mana. Katta kichigini hozir ko'rsatamiz mana. Mana qanchalik katta kichikligini o'zlang bilib olasizlar mana. Hammasi dona narxi. Mana eng kattasi 25 ming so'm, bunisi 20 ming so'm. Manasi 15 ming so'm ekan. Pachkaga kami bor ekan. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 309 2704. Mana so'mkacha necha pul oyoqchasi bor? 10 ming so'm ekan. Bu ham donaga. Mana 10 ming so'm ekan mana, 10 ming so'm. Mana o'yinchoqlar mana. O'yinchoq kerak bo'lsa.